Assalomu alaykum, barakatuh obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar. Talab va takliflarga binoan sizlar uchun qimmatroq, balandroq avtomobillar ko'rsatgan. Navestaga kirganman. Bu tomonda ko'rib turibsizlar. Cadillac Escalade turibdi, Nissanlar turibdi, Lexus turibdi. Orada Chang'an ko'ryapsizlar. Bundan tashqari bu joyda W213 bor ekan. 2017 ga 18 probegi ham juda asal. Hozir avtomobilning obzorini, narx-navolarini aytamiz. Bahola sizlarga ma'qul bo'lsa olasizlar. Undan keyin sizlarga qolgan avtomobillarni ko'rsatishga harakat qilib ko'raman. Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga ro'zg'orbob bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, chang yutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Ro'zg'orbob aksiyasida ko'rishguncha. Xo'p, aka 13-yilda buni? 2017'de. 17 ga 18 diye. 17-18 W213. Eshik 300. Probeg qancha bo'ladi? 76. 76 men probegda. Mashinani probegi lekin 2 turbo 255 otib. Xudo xolasa egalarda turibdi mashina yaqinlar. Bitta ko'rsatamiz sizlarga. Mashina olov lekin maza qildirib yuboradi haqiqatdan mana. Burmester audio sistemalar, o'rindiqlar isiydi, soviydi. Endi bunda yordam funksiyadan muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa nima bo'lish kerak bo'lsa, hamma narsasi bor. Buni sizlarga sostoyaniyasini ko'rsataman asosan. Holatlar juda ham chiroyli mashinani. Mana ko'ringlar. Mashinaning holati asal. O'rindiqlar mana yaltirab ketmagan, matviy bo'lib turibdi. Bitta niyat qilganlar like bosib yuboringlar endi. Chiroyli kommentariy yozib, mana shu mashinaga dili ketdi deganlar bo'lsa. Buni yoqtirmaydigan odam bo'lmasa kerak. Mersilar ham bir chekkadan ko'rib berishadi bu mashinani. Ko'ringlar. Buni nima endi? Mashalloh, mana sizlarga haqiqiy komfort, haqiqiy maza, kayfiyat, mana elektron. Sani rastamoshka qilingan, qayta jihoz bas. Qayta jihoz bas. To'liq rastamoshkalar, dokumentatsiyadan xullasi muammo yo'q, lekin narxini qancha aytyapsiz aka bo'ladigan? 41,5. 41500 kam bor. Kelishtirib beramiz, aka. Nasiyat ham o'ynaymiz yo naqd pul bilan? Afarmini oldi sotib turib ketadi. Yo barter-marterga qiziqsak bo'ladi. Barter ham bo'ladi. Barterga aloqaga chiqaverasizlar. O'zlari menga mashinalar yaqinlar, Navestayda mashina burishdan bo'ladi degan xayolga bormaysizlar. Telefon nomer aytib yuboramiz aka. 94lik 440 90 99 raqamlariga aloqaga chiqasizlar yaqinlar. Sizlarga aytib o'tganimdek, balandroq, qimmatroq avtomobillar ko'rsataman. Puli yetmaganlar yaxshi niyat qilib like bosib turib qo'llab-quvvatlab turasizlar, lekin Allohga oson, sizni cho'ntagingizga $1-200 bergan, bunaqa $1-200 ham bemalol beraveradi. Asosiysi so'rash, ishonch bo'lsa bo'ldi. Xo'p, biz sizlarga ko'rsatadigan avtomobilimiz Toyota'dan kistaligi. Yili yurgani qanaqa edi aka buni? 2017-yil 79.000 probeg. 4 litrli atmosferli motor. 4 litrli atmosferli motori bu. Sizlar to'liq ma'lumotni oldilar. Endi salonlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Buning ichida nimalari bor? Mana salonlari bejiviy holatda. Rullari multi rul bo'ladi, lekin o'rindiqlar o'ta chiroyli yaqinlar. Mashalloh, haqiqiy original. Salon holatlari ham chiroyli ekan, buni to'liq elektr o'rindiqlar, o'rindiqlarni ham bitta ko'rasizlar. Bu monitorlar orqaga berilgan. Ko'rishingiz mumkin, o'rindiqlar orqada ham bor, cho'qorlar bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Mashina chiroyli. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi toza. Bu hozir o'zini holatda turibdi. Stok holatda. Keyin yukka taqilgan faqat bo'ldi. Oldorda yukka qo'yiladi. Yukka qo'yilgan xolos. Sizlarga tayyor anaqasi ham bor ekan. Parkovlari ham bor. Mabodo pritseplanmoqchi bo'lganlarga. Puli qancha aka buni? 60 ming kam bor. $60,000 kami bor. Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa, nasiya variant o'ynaveramiz aka. Aloqaga chiqamiz. Endi odamiga qarab, misol uchun to'lalmaydigan odamga bular ham berib berishmaydi. Lekin mashina svejak, chiroyli. Yoqqan bo'lsa bitta like o'sha. Keyingi avtomobilimiz bizda Mercedes 450 GLS
sizlarga ko'rsatadiganimiz. Yili yurgani qanaqa edi buni? 2020-yil 88 ming yurgan, narxi 80. 2020-yil 88 ming probegida avtomobil. Bu endi boshqa tema. Endi yana bitta narsa sizlarga tanlash imkoniyati bo'lganda sizlar buni tanlagan bo'lardilar yoki Toyota. Men ochig'ini aytaveraman, sizlardan oldinroq Mercedes tanlagan bo'lar edim. Xo'p, o'rindiqlar isidi, korичневый salon, to'liq elektron boshqaruv ko'rib turibsizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Panorama lyuklari boridan gap yo'q. Mashina haqiqatdan go'zal, chiroyli holatda. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraska родной. Prisoskalari bor. Ha, prisoskasi bor, eshiklarda. Qo'ysalang, sharaqqat o'zi tortib oladi. Tashqi ko'rinishlari ham teyilmagan. O'zini holatdami yo'q bu narsa qilindimi? Yo'q. Zavod holatda turibdi. Buning narxi qancha edi? 80 ming so'rayapmiz. 80 ming kam bor. Kelishtirib beriladi. Xudo xohlasa 80 mingdan o'tib beriladigan joyi bor ekan. BYD ham o'zlaringdanmi? BYD Song Plus Champion Hibrid. Full faysasi. 150 talik. 150 ta elektrda yuradi. Undan tokda. Общida 1100 yuradi. 1100-1200 yuradi. Ma'lumotni aytib o'taman. 25-yilda eng ko'p sotilgan avtomobillar nominatsiyasida 3-o'rinda olgan avtomobil, ya'ni Cobalt, undan keyin qaysidir model 3-o'rinda BYD Song Plus Champion sotilgan. Aqalli tasavvur qilyapsizlarmi? Qanchalik darajada biz shu avtomobilni sevib minganmiz. Xo'p, salon holatlari chiroyli. O'zini holatda. Shumka tayyor. Shumkalar qilindi, oyoq tagiga ko'rik tashlangan ekan. O'zini holati juda ham chiroyli. Probegi qancha edi buni? 40 ming. 40 ming probegda, yili 2024. 24-yilgi mashina. Narx qancha buni? 28 ming kam bor. Kelishtirib beramiz yo'lida aqalli. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi to'g'risi bitta odamdan chiqarilyapti demaysizlar, chunki buni qatorda bitta odamdan chiqarmaslikdan boshqa variant ham yo'q. Undan keyingi avtomobilimiz bizda Prado 120 talik. Hozir bitta akamiz so'rayapti ular. 2.7 motorligi bu. Balon holatlari ideal. O'sha daydi klubga qo'shilib olsa bo'laveradigan sostoyaniyada mashina. Xudo xolisi o'zini holatida. Texnik ishi yo'q. Yurgani qancha deydi buni yili bilan? 433 ming yurgan, propan gaz yaqinda qo'yilgan, 2 choycha bo'ldi. Kraska o'tbetida bor, udor narsa bo'lmagan. Ko'rsatib ko'rib olishaveradi buni, chiqata almashmagan. Mana katta baland mashinani haqiqiysidan minaman deganlar. 2000 eshigi qulf ekan. 2008-yil. Pulini aytavering aka buni. 22 ming. 22 ming kam bor. Kelishtirib beriladi. 22 mingdan o'tadigan joyi bor ekan. Aloqaga chiqinglar. Hozirgi ko'rsatgan avtomobillarimizda eng arzoni bo'lyapti. Changan sizlardanmi? Changan 2024-yil. Hunter'mida ota buni. Changan Hunter 24-yil. Buni rosa obzorlarini qilganmiz. Gibrid avtomobil, 4 litr, 5 litr yoqilg'i sarfi zavod beryapti. Tevada. Tayyor anaqalari bor. Sizlarga stroboskoplar, mashina salon holatini ko'rsatishni eshikda ochib takamiz dam olayotgan ekan. Assalomu alaykum. Salomat ekan, kayfiyatlar yaxshimi? Antiradarlar bor, mashina holati. Ha, qoladimi? O'zimiz olganmiz. Ha, o'zimizlar olingan antiradar ekan. Xo'p, salon holatlari yaxshi. Bu ham off-road avtomobil. Ko'ringlar. Mashina holati chiroyli. Tomi butun bo'ladi, orqasida mana pikap. Shonasi bor. Ham tepaga surib oshiriladi, ham mana odamni bemalol ko'taradi. Odamni ko'taradigan holatda. Xo'p, buni yili yurgani qanaqa edi? 24-yil. 24 ming yurgan. 39 ming so'raldi. 39 ming narx so'ralyapti ekan. Salonda adashmasam 40 necha ming ham sotilgan edi bu mashina. Narxini kelishtiriladi, xudo xolasa. Kraskalari joyida. Radno. Men o'zlaringdanmi? Yo'q. Bu sizlardan biz. Akamdan ko'rsatgan avtomobillarimiz uchun nomer aytib bersangiz, biz davom etamiz. 97lik 777 777 47 80 raqamlariga aloqaga chiqasizlar, aqlli ishlayim bitsa. Biz bitta duo qilib bersalar bo'ldi. Aka joningiz sog' bo'lsin, savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Endi biz battan ikkita mashinani egasini oqtarib ko'ramiz. Albatta bu kamerani o'chirib olib bo'ladi, chunki uyda oldiga kamera bilan borsam
anaqa deyishlari mumkin. Ya qo'ymang uka deyishlari mumkin. Shuning uchun hozir so'rab ko'raman. Imkon bo'lsa sizlarga yana video davom ettiramiz. Aytganimdek, bu tomondan ruxsat bo'lmadi. Shuning uchun mana sizlarga hozir katta mashinalar davom etish maqsadida Santa Fe'ni ko'rsatamiz. 21-yil. Motor ob'yomi nechchiligi bu? 3,5 talik full. 3,5 talik full, 7 mestali. 7 o'rindiqli mana ko'ringlarchi, aqlli. Probegi qancha bo'ladi? 35 ta. 35 ming probeg, mashina holati chiroyli. Bitta ko'ringlarchi, akalarim yangi yasab qo'yishibdi mashinani boshqatdan. Plyonkalar, hamma narsasi joyida, mana o'rindiqlar jilib, kelgan egasiga joy beradigan eshikni yopsa, yana joyiga qaytadi. 35.356 km probegda, salon holatlari juda ham chiroyli. Ko'zlar bu ko'klargacha yopishtirib berishdi. Mana o'rindiq joyiga qaytib ketyapti. Bitta o'rindiq bormi? 3-qator bor ekan. Hop, kraskasini so'raymiz. Asosan narxi sizlarga qizig'i bilaman. Mana prezidentskiy ishtirok etib berishadi mana. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza. Puli qancha? Puli 37 savdosi bor. 37 ming o't beradigan joyi bor. Naqillar aloqaga chiqaverasizlar. Nasiya barter o'ynaymizmi yo naqd pul bilan? Naqd pul bilan. Bo'ldi. Bu ham o'zingizdanmi aka? Tuksonni ham ko'rsatib yuboramiz. Yili necha edi buni? Bu 20 yili. 20-yil qancha yurdi? 25 ta yurgan. 25 ming yurgan, 20-yilgi mashina. Kraskalari? Kraskasi mana shu joydan shu. Mana shu yerda kraskasi bor. Qolgan joyi toza. Toza. Qolgan joyi toza. Salonlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Mana salonlarimni ko'ringlarchi, tartib kashib keladi. Yaxshi, chiroyli holatda, lekin salon holatlari chiroyli. Xo'p, aka, buni puli qancha? Buni puli 23,5. Ha? Kelishamiz, savdosi bor. 23,5 ming o't beradigan joyi bor-a buni. Aloqaga chiqaverasizlar, aqllar. Bu ham o'zingizdanmi? Bu 22 yili. 22-yil. Bu qancha yurgan? Yurgani 20 ta yurgan. Bu top toza. Bu ham full. Makina full. Pavosi udrjeni hamma narsasi bor-a. Shuni salonlarda ko'rsataylik. Bu eski ko'rinish Tucsonda, bu yangi oxirgi ko'rinish. Bundan keyin adashmasam yangilanmadi, yo'q. Yangilandimi? Mana salonlari. Endi bejaviydan seriyaga oqqa yaqinroq seriyada bor. Hop, yaxshi, 19.467 km probegda, o'rindiqlar isiydi, soviydi, panorama bor. Xullas, hamma narsasi bor. Shunday Tucson. Narx qancha buni? Buni 29,5 so'rayapmiz, savdosi bor, kelishib beramiz. 29.500 kam bor. Kelishtirib beramiz, aka. Bu top toza. Telefon nomer qoldiramiz. 90lik 657 84 43. 657 84 43 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, savdoyingiz bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Inshaalloh, aka. Jon sog'. Barakot uz. Barakot uz. Xo'p, salomat bo'ling, aka. Captiva'ni xudo xolasa 7 kishilik sizlar uchun arzoni chiqib qoldi, yaqinlar. To'g'risi, amaki, sani kanalingga ilinganim bor. Bitta video qil. Dila xudo xolasa narx-navosi ham chiroyli bo'ladi. 21-yil ekan. 22-yili kuzda Dubaydan kelgan deyaptilar. 4 ta yangi balon, все sezonli salonlarini bitta ko'ramiz. Captiva 5 olaman deganlarga mana. Captiva multi-rol, endi yordamchi funksiyalar haqida gapirmaylik. Nakidkalar taqilgan ekan. Aytib o'tganda 7 o'rindiqli, buni 5 o'rindiqligi ham bo'ladi, bilganlar, tushunganlar bilishadi o'zi. Mashina kraskasi toza holatda, 1.5 turbina motori bor. Mana orqalarini ko'ringlar. Captiva olaman, yurakka tuyib berganlar sizlar uchun yaxshi variant. Rangi oq, belejemchi bo'ladi. Ya'ni o'sha quyoshda tovlanuvchi zarlari bo'ladi. Mana ko'ringlar. Mashina chiroyli holatda. 80 qancha yurgan dedik? 85 ming probegda. Pulni qancha berib yuboramiz? Barakat uzdan telefon qilasiz. 17.800 so'raymiz. Yana anaqa sunnat yo'li bor, 17.800 narx aytilyapti ekan. Akam nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beradilar narx-navosi. Unisiga ham yuramiz. Barter ozroq puli yetmagan odamga ham yurilar ekan. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz aka. 99 150 05 00 150 05 00 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Mashina lekin olov bo'lib tayyor holatda turibdi. Qalla aytib o'tganimdek, to'g'risi puli ko'p odamlar bilan kelishcha qiyinroq.
video qo'ydirdim deydi, boshqa deydi. Ko'proq qilayotganda bizning kanalni nazariga ilmaydi. Shuning uchun video qila olmayman ularni. Bizga bu dehqonlar. Shu like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar yaqinlarim. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.